Farg'ona viloyatida huquq-tartibot idoralari hamkorligida o'tkazilgan tadbirlarda tegishli ruxsatnomaga ega bo'lmasdan hujra sharoitida noqonuniy diniy ta'lim berish bilan bog'liq holatlar fosh etildi. Xususan, Quva tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi ayol mazkur tumandagi Taxtako'prik mahalla fuqarolar yig'ini Bunyodkor ko'chasida joylashgan 19-uyni ijaraga olib, ushbu manzilda 2024-yilning dekabr oyidan buyon Farg'ona va Namangan viloyatlarida istiqomat qiluvchi jami 12 nafar voyaga yetmaganlarga amaldagi qonunchilikka zid ravishda diniy ta'lim berib kelayotgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, u xizmati evaziga hujraga jalb qilinganlarning har biridan oyiga 500 ming so'mdan haq olib kelgan. Shuningdek, gumonlanuvchi ayolning turmush o'rtog'iga nisbatan olingan ma'lumotlarga aniqlik kiritish maqsadida Quva tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini Istiqbol ko'chasi 56-uyda ham qo'shimcha tekshiruv tadbirlari o'tkazildi. Aniqlanishicha, gumonlanuvchi ayolning turmush o'rtog'i ham 2024-yilning avgust oyidan boshlab Namangan viloyatida yashovchi 7 nafar voyaga yetmaganlarga hujra sharoitida 500 ming so'm oylik to'lov evaziga noqonuniy diniy ta'lim berib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Hujra sharoitida noqonuniy diniy ta'lim berish bilan bog'liq holatlarga chek qo'yish maqsadida Qo'qon shahrida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qon shahri To'laboy mahalla fuqarolar yig'ini Havas ko'chasi 33-uyda yashovchi ayol 2025-yilning yanvar oyida Qo'qon shahrining Galabaqqollik mahalla fuqarolar yig'ini Sarbon ko'chasida tegishli hujjatlarsiz bolalar bog'chasi tashkil etadi va ushbu norasmiy bog'chada 2018-2021 yillar oralig'ida tug'ilgan 45 nafar voyaga yetmaganlarga ularning har biri uchun oyiga 250-300 ming so'mdan moddiy manfaat evaziga qonunga xilof ravishda diniy saboq berib kelganligi aniqlandi. Hujra sharoitida noqonuniy diniy ta'lim berish bilan bog'liq holatlarga chek qo'yish maqsadida Farg'ona tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona tumani Gulpiyon mahalla fuqarolar yig'ini Gulpiyon 2 ko'chasida yashovchi uy bekasi 2024-yilning dekabr oyidan boshlab yashash manzilida 3 nafar voyaga yetmagan bolalarga asoslantiruvchi hujjatlarsiz diniy saboq berib kelganligi holati ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha qonun doirasida hujjatlar rasmiylashtirilib, chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga yuborildi. O'z o'rnida voyaga yetmagan farzandlarini hujralarga yuborgan ota-onalarni tegishli tartibda javobgarlikka tortish choralari ko'rilmoqda. Umidlarni hujralarda so'ndirmang. Ota-onalar, ogoh bo'ling.